Ijtimoiy tarmoqlarda issiqxonalarga gaz yetkazib berish bo'yicha cheklovlar o'rnatilganligi haqidagi xabarlarga tez-tez ko'zimiz tushib turadi. Lekin bunday cheklovlar yo'qligi haqida Energetika vazirligi ham bir necha marta chiqish qilganining guvohi bo'lganmiz. Demak, issiqxonalarga kuz-qish mavsumida tabiiy gaz quyidagi talablarga qat'iy rioya etgan holda yetkazib beriladi. Bular tabiiy gaz hisoblagichlari tabiiy gaz nazorati va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulangan bo'lishi, tabiiy gazdan yuzaga kelgan debitor qarzdorligini so'ndirish hamda tabiiy gaz uchun belgilangan to'lovni oldindan to'lagan bo'lishi, aholining gaz ta'minoti tizimida favqulodda holatlar yuzaga kelganda issiqxona xo'jaliklarida yetarli miqdorda muqobil energiya zaxirasi mavjud bo'lishi shart deb qo'yilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda issiqxonalarga gaz yetkazib berish bo'yicha cheklovlar o'rnatilganligi haqidagi xabarlarga tez-tez ko'zimiz tushib turadi. Lekin bunday cheklovlar yo'qligi haqida Energetika vazirligi ham bir necha marta chiqish qilganining guvohi bo'lganmiz. Issiqxona xo'jaliklarini rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2024-yil 26-sentyabrdagi Prezident qaroriga muvofiq issiqxonalar tabiiy gaz uchun to'lovlarni amalga oshirgan holda foydalanishlari mumkin bo'lib, ularga tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha hech qanday cheklovlar mavjud emas. Issiqxona egalari belgilangan to'lovlarni amalga oshirib, tabiiy gazdan foydalanishlari mumkin. Buning uchun issiqxona xo'jaliklariga oktyabr, noyabr va dekabr oylari yetkazib beriladigan tabiiy gaz uchun to'lovlardan to'lov 50% miqdorida, qolgan qismi oy yakuniga qadar keyingi oylardan boshlab esa har oyda 100% oldindan to'lov amalga oshiriladi. Bundan tashqari, agar avtomatlashtirilgan gaz hisoblagich o'rnatilgan, debitor qarzdorligi bo'lmasa hamda oldindan to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, gaz yetkazib berilishi mumkin. Vazirlar Mahkamasining issiqxona xo'jaliklari va meva-sabzavotlarni eksport qiluvchi korxonalarning faoliyatini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq issiqxonalarga kuz-qish mavsumida tabiiy gaz quyidagi talablarga qat'iy rioya etgan holda yetkazib beriladi deb yozilgan. Bular tabiiy gaz hisoblagichlari tabiiy gaz nazorati va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulangan bo'lishi, tabiiy gazdan yuzaga kelgan debitor qarzdorligini so'ndirish hamda tabiiy gaz uchun belgilangan to'lovni oldindan to'lagan bo'lishi, aholining gaz ta'minoti tizimida favqulodda holatlar yuzaga kelganda issiqxona xo'jaliklarida yetarli miqdorda muqobil energiya zaxirasi mavjud bo'lishi shart deb qo'yilgan. 2023-yildan boshlab har yili hudud gaz ta'minoti Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari hamda issiqxona xo'jaliklari o'rtasida 3 tomonlama kelishuvlar tuzish amaliyoti joriy etilgan. Kelishuvlarda har bir issiqxona xo'jaliklarining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda unga yetkazib beriladigan tabiiy gaz hajmi aniq ko'rsatiladi. Tabiiy gazdan ko'mir yoqilg'isiga o'tkaziladigan issiqxona xo'jaliklarini davlat tomonidan rag'batlantirish maqsadida 2023-yil 1-noyabrdan issiqxona xo'jaliklarining ko'mir qozonini xarid qilish xarajatlarining 20% davlat byudjetidan qoplab beriladi. Tijorat banklari tomonidan issiqxona xo'jaliklariga quyidagi maqsadlar uchun kreditlar ajratiladi. Ya'ni bunda imtiyozli kreditlar ajratiladi. Ko'mir saqlash omborlarini qurish uchun 3 yil muddatga 1 yillik imtiyoz davri bilan, yoqilg'i sotib olishga aylanma mablag' uchun 1 yil muddatga 6 oylik imtiyoz davri bilan. Bundan tashqari tijorat banklari kredit mablag'lari hisobidan, demak, issiqxona xo'jaligini tashkil qilgan har bir mijozning moliyaviy ahvolini inobatga olgan holda ularning kreditlari qaytarish muddatlarini uzaytirib beradi. Yuqoridagi fakt va dalillardan ko'rinib turibdiki, demak, ko'pchilik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ayniqsa o'zlarini bilog'on ko'rsatuvchi ayrim blogerlar fikrlari haqiqatdan qanchalik yiroq ekanligini ko'rish mumkin. Xulosa o'rinda bugungi tahlikali zamonda siyosat va iqtisodiyotni tushunmay turib,
har qanday asossiz fikr, uydirma gap, yolg'on xabar va chaqiriqlar orqali xalq fikrini buzish va yoshlar fikrlarini chalg'itish bu albatta dushmanning ishi. Undan ko'ra tabiiy gaz va elektr energiyasi yetishmayotgan hozirgi davrda odamlarni sabrli bo'lish, bunday tabiiy boyliklardan tejab qonuniy talablar asosida ishlatishga chaqirish barchaga foydali bo'lardi.